Bugün 11 may. Bize sentyabr almashtiribmiz. Hozir 9dan o'tdi. Завтракка tushibmiz. Завтрак qilib keyin где-то 12largacha chemodan yig'ishtirib keyin chiqib ketibmiz. Men uchun deganda biz bu Kenkomdan 5-maydan 11-maygacha bron qilgan edik. Mana shu pichoq ham mazali ekan to'g'risi. Vaqtdan nonlari suxarikcha qilib amliyat shunaqa. Mana bu bir şey yo'qdi mana. Shunaqa zo'r ta'mi. Hozir soat 12dan o'tibdi. Azon hali aytilgani yo'q. Biz tezakir masjidga ketibmiz. Gostinitsa bizni oldida prям 250-300 metr peshkom o'tibmiz. Havo shunaqa zo'r. Hozirlarga ketib ichini ko'rsataman. Kattaliga qaraylar. Bu tarafta erkaklarga. Gostinitsa bizi prям oldida. Bunaqa park bu. Park deganimiz emas. O'ylab biza gostinitsa. Ha, baqlasha to'g'ri ketganimizda o'sha Tezapir masjidi. Biz gostinitsadan ketibmiz. Baza. Biz gidiyoruz. Sağ ol. Biz taksida yetib keldik. Taksida sal uzoqroq ekan, peshkom yaqin ko'rindi. Men uchun deganda ko'p ko'chalar односторонний mashinalar uchun. Bize beğendiniz başını. Evvel gelmiş sonunda yani. Yo, birinchi defa. O at gündüzdü. Ne var? Aa, 10 gün sonra. Ben de zemim. Geliyor. Belki geçmiş. Kısmış. Ne var? Aa, size de bir şey var. Sağ ol. Size de bir şey var. Sağ ol. Buxta resepsiyona, buxta eshigiga muzakkik yuzi bor. Unda o'zim kirib bordim. Hozir kirib chemodanlar qo'yib o'tirdilar. Buxta samosli. Коричневый ekan. Вот. Buxta o'zining shkafi. Trimasi bor ekan. Televizor. Aytgancha Deluxe dedim sizlar dedimi? Divan ham kattaroq ekan. Вот ko'chaga qaragan oyna. Balkonchasi bor ekan. Buxta o'tirib sizlarga video olaman. Soat 4 bo'libdi. Biz gostinitsaga joylashib bo'ldik. Endi kechagi Targov sentri 28-may Targov sentriga ketibmiz. Shoxda biron nima yeb, keyin mana yana bitta ikkita kosmetika olamiz. Kirib yana kosmetika olaman, ikkita qalam olaman, bittasi qosh uchun, bittasi lab uchun, keyin Givenchy'ni mana pudrasidan olaman. Kecha yegan tomliklarimizni yeb ko'riblar. Mana yeb ko'ribman. Abed qilib bo'ldik, narsalarni olib bo'ldik. Endi kofe shopga ketmoqchimiz. Rasm chizib berayotgan kofe shop bor ekan, o'shaga ketmoqchiman. Targov sentrda katta magazin bor, o'shaga kirdik. Shokolad oqtarib axir shoqa topib keldim. Вообще u taraflar shunaqa katta, topib olmaslar. Topib keldim. Hozir mana marojin charishqat moda bo'lgan. Bu Erondan oldim. Eron salqinroq hayotda turibdi. Keyin Ozarbayjon bizniki bor ekan. Bundan ko'proq oldik, arzonroq ekan. Buni nisbatan. Endi yeb ko'rib, paproq ko'ramiz, ta'mlari qanchalik farq qiladi.
Biz hozir kofe shopga ketyapmiz. Peshkom ketyapmiz. Bunaqa go'zalliklarda. Vaqtda odamlar yomon ko'p ekan. Shahar ichida yo'q-ku odam. Shahar ichida buncha odam yo'q-ku, bo'sh ko'chalar. Yomon ko'pi registrada. Mana shaharda qolsak ham bo'lar agar uy bo'lsa. Ko'chachalar ichi qaraydi qanaqa. Chiroylik. Shunaqa shamol bo'libdi. Bizdan ushlab yurpam tushib ketmaydi. Va ko'chalari. Vaqtda qitigina shamol kam. A to вообще. Bog' mahallalar ichida adashmasam. Или turistlar ham boya o'sha haqi. Mahallalar ichida. Indislar ko'p edi hozir. Xitoy xaroqda kafechalar oldida ko'p indisida. Indislar bitta O'zbekistonni yo bitta Dubay bosib olgan emas. Butun dunyo bosib oldi. Indian kafe bor edi. Ha. Onlardan ham kim qancha edi? Banka nima bo'libdi? Bankacha shaharida qanaqa? Nafsam shamol. Kafe kirganingizda bunaqa har xil rasmlar chizilgan. Kimlar tanibsizlar yozinglar. Вот. Vaqtda zakaz berasizlar. Vaqtda yana rasmchalar. Keyin bunaqa so'nyatchalar. Bunaqa xohlab New Yorkga ketsam. Shunaqa. И atmosferasi вообще zo'r. Prям shunaqa kofe kelibdi. A vaqtda rasm chizib beribdilar. Az kofe zakaz qildik. Degan do'stlar. Kofe zakaz qildik, biz zonacha zaxirada qanaqa chiroyli. Vaqtda rasm chizibdi, o'zbeklarga ham chizib beradi. O'zi xohlamabdilar rasm chizdirishni. Men chizdirmog'im kerak. Yaxshi. Yo'q, yaxshi. Biz o'zlari ham cappuccino aytdilar. Men raf aytdim. Men слишком to'g'ri rozanka uncha to'g'mas, lekin birinchi mankan qilib olib kelib qo'yibdi, rozanka hozir qo'yib ketdi. Benekli. Hozir endi ikkita ayoldan keyin men ketdi. Aha. Hozir biz rasmimiz chizib beribdilar. Hozir rasmlar biz chizibdilar. Prям mana shunaqa yoqda chizganlari hali tayyor emas. Qolni axirda tayyor bo'lib ko'rasiz, surpriz bo'lsa, dedilar kelib rizonlarda o'tirdim. O'kshaonlarda o'tirgan edim, chizganam bahomini qiling deb o'zim ideyalarimni aytdim. O'sha bo'yabdilar. Ko'ramiz qani surpriz mana qanchalik yoqadi. Prям lekin chizgan shunaqa yoqda. Axirda ko'ramiz, fikrlaysizlar ham yozib ketasizlar. Вау, какая красота! Как? Красота! Спасибо вам. Спасибо. Наш подарок. Надеюсь, вам понравилось. Да, очень понравилось. Если вам действительно понравится, можно... Rasmchalar chizdirib olib, счастливая bo'lib ketamiz. Конечно, man более счастливая. O'zi задний fon eshitma chizaman, просто однотонный fon qilib beraman dedi. Keyin olib o'tirdim. Hayotim tushuntirib edim.
qanchalik shu narsa mana muhimligini. Keyin uchta Bakudagi mashhur uchta zdание bor. Fermont o'shani chizib edi. Yerizaya Makkadagi rasmlarni chizib edi. O'zi задний fon eshitma chizimman dedi, lekin ko'psigini ham chizdirib oldim. Вот так вот. Bakinskiy o'rganish kerak, ozarbayjonskiy emas, bakinskiyni. Men uchun deganda ozarbayjoncha ham ko'p odam gapira oladi, lekin bakinskiy gapirishi faqat bakinskiylar biladi. Bularni dilida tanisha bilish kerak bular. To'g'rida ichari shahar defoli. Biz ham bu yoqdan 10 ga ketdik. Eski gostinitsa biza, yangi gostinitsa biza esa chapdan ketamiz. Bakuni gecesi mana shunaqa bo'ladi. Shvaya muzika. Makiyaj qilyapti qizgina. Men bugun Sephoradan olgan yangi tonalkam, konsilerim va modalarim bilan makiyaj qilyapman ajoyib. Bu tarafı polni ziloni zona. Bo'ynashoqda kim qancha odam bor edi. Havo shunaqa toza, salgina salqincha. Bo'yna yomon shamol edi. Hali ham shamol qoldi. Gulchalar bu. Ko'p badal gulchalar. Ertaga nasib bo'lsa men bu muzeyga kelmoqchi bo'lsam. Ressomlar ittifoqi, короче, bu yoqda необычный rasmlar, необычный eksponatlar bor. Shoxga kelmoqchi bo'lsa, agar vaqtimiz yetsa, shoxga kirib, sizlar bilan birga aylanamiz.